yoshlarimiz ko'pi shunaqa holatlar bo'ladi, ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz. Kuyov bola uylanadi, hali chillasi chiqib chiqmasdan Rossiyaga ketadi. Ha, u bechora 20 yil, 18 yil, 19 yil balog'atga yetgunicha katta qilingan qiz, unga bola tug'ib berish kerak bo'lgan, uni xizmatini qilish kerak bo'lgan, u bilan birga ibodat qilish kerak bo'lgan, hamma xizmatlarda hamkor sherik bo'lishi kerak bo'lgan qiz bechora yangi kelinchak qolyapti. Buni o'ylamanglar, faqat o'sha mayli o'sha kelinchakni kiyimini qilyapti-yu, o'sha tomondan pulini yuboryapti-yu. Nimadan kami bor? Ko'ryapsizlarmi, o'sha televideniyalarda chiqyapti, internetlarda. Yosh oila ajrashib ketyapti. Sabab kuyov bola gumon qilib kelinchakni xiyonatda ayblab javobini berib yuboryapti. Hali bolali bo'lgan bo'lmagan, bitta yo ikkita bolasi bor. O'zi chet elda yuradida akam kelinchakni xiyonatda ayblab talag'ini berib yuboradi. Sabab nima desangiz, birov bilan yozishib qo'yibdi internetda. Gaplashib qo'yibdi, ko'rishib qo'yibdi. Ayolni ta'minoti deganda yedirib, ichirib, kiydirib, uy joydan tashqari ayol kishini o'sha hammamiz bilgan hissiy tabiiy ehtiyoji ham bor. U ham odam, tirik odam. U ham o'sha erkak kishini mehriga, yaxshi so'ziga muhtoj bo'ladi. U ham kechasi kunduzi emas, kunduzi-yu qaynasi bilan, dugonasi bilan, osini bilan gaplashadi. Kechqurun ham kim bilandir hamsuhbat bo'lgisi keladi. Bu uni tabiiy ehtiyoji, af'oli g'arizasi. Xudo uni shunaqa yaratgan. Shuning uchun bizni ulamolarimiz ulamolardan ba'zilari oilani nafaqa bilan ta'minlash, ayol zarar ko'rmasligi sharti bilan uni tashqariga chiqib uyda qoldirishlikni 1 yilgacha joiz deganlar. 1 yildan uzoq tark qilmasin deganlar. Lekin sahihi shuki, Hazrat Umar roziyallohu anhudan boshqalar hammalari 4 oy deganlar. Ya'ni ayol kishi ersiz qancha sabr qila oladi desa 4 oy deganlar. Hazrat Umardan so'raganlarida u kishi ayol kishi ersiz qanchagacha sabr qila oladi deganlarda 6 oy yoki 4 oy deganlar. Mana shundan keyin Hazrat Umar roziyallohu anhu ham o'zlarini askarlariga, islom lashkariga 4 oydan oshiq biz bilan yurma. 4 oy bo'ldimi uyingga bor. Bolangiz ketdimi? 4 oyda demak, uzog'i 6 oyda chaqiring. 1 oy agar masalan Rossiyada bo'lsa $500 jo'natayotgan bo'lsa, Koreyada bo'lsa $2000 jo'natayotgan bo'lsa, shu pul ko'zimizga ko'rinadi-da bizni. Hozir 1 oy deydi, minus ubitka deydi. Hozir o'g'limni chaqirsam 1 oylik kelayotgan puldan mahrum bo'laman-da, undan ko'ra yuraversin. Kelyapti, maza qilib sarflayapman, to'y qilyapman, devorga choplayapman, mashinani yangilayapman, chekti solyapman, yerda olyapman. Lekin u o'g'ilni zimmasidagi mas'uliyatga kim javob beradi? O'g'il sizdan so'rayapti. Maylimi, oilami oldiga borib 1 oy, bu 1 oy otpuska qilsamda borib bola chaqam bilan bo'lib kelsam desa, yuraveravering, kelin zo'r yuribdi, hech ijolatim, bolalaringga o'zim qarayapman, hamma yo'g'ini o'zim qilyapman demang. Uni tarki farz qilib qo'yishiga sababchi bo'lib qolmang. Allohdan qo'rqing. Keyin kelini palonchi bilan yozishib qo'yibdi, palonchi bilan ko'rishib qo'yibdi degan gaplar kelib chiqadi, o'sha narsa. Islom shundan man qiladi. Hazrat Umar urushda yurgan askarlarni kerak-u askardan zaruri bormi lashkarboshi uchun? Zarur, har qancha zarur bo'lsa ham tasha, qurolingni tashada 4 oyda bir yoki 6 oyda bir uzog'i borib, bola chaqangni holdan xabar olib, hamsuhbat bo'lib keyin deyaptilar. Demak, erkak uzoq muddatga yolg'iz ahli oilasini olib ketib olganlar to'g'risida gapirmayapmiz. Biz tashlab ketayotganlar to'g'risida gapiryapmiz. Musulmon erkak, yaxshi bilib oling, yolg'iz o'zi safarga chiqishi sababli xotinini, bola chaqasini huquqini poymol qilib qo'ymasligi kerak. Uni eng uzog'i bilan 4 oy, uzog'i 6 oyda kelib, haqqini ado qilib, nima kaming bor, nima boshqa deb hamma yo'qdan xabar olib, undan keyin yana qaytishligi kerak.